Va nihoyat o'sha hammanglar sevgan soch prichoskamni o'rgataman sizlarga. Как раз hozir sochim kir va mani boradigan joyim bor. Har safar mana shunaqa prichoska qilganimda so'raysizlar, o'rgating. Shunaqa tarov bilan farqimizni ochib olamiz. Keyin bo'lsa ikki tarafidan mana shunaqa oldidagi sochlarimizni ajratamiz va rezinkaga qadab qo'yamiz. Orqadagi qolgan sochimizni bo'lsa tepadan yig'ib olamiz. Yig'ib bo'lganimizdan keyin oldidagi sochimizni yechib, tarab tekis qilib, orqadagi yig'ilgan katta sochimizni tagidan shunaqa kichkina rezinka bilan qistirib olamiz. Buni qo'yib turinglar endi. Oldiga o'tamiz. Endi eng muhim joyga keldik. Ko'ryapsizlar, sochim to'zib yotibdi. Bularni chiroyli qilib akkuratni qilish uchun salon professional lak kerak bo'ladi. Oldinlari masla gel ishlatardim. Ularni sochdan yuvib tashlash qiyin, ketmaydi umuman. Voy, hidi lekin atirri hidiga o'xshaydi. Sochimni bu lak shunaqa zo'r qotirib beradi. Ob'yomini qaranglar, kattaligini juda ham barakali, ancha vaqtgacha ishlatasizlar. Bunaqa katta ob'yomdagi va narxi arzon, ekonomichniy laklar juda ham kam. Ayniqsa salonchilarga shunaqa arzon, ob'yomi katta va sifatli lak kerak. Endi boyaga qolib ketgan sochimizni yig'ilgan joyini yashirish uchun rezinka bilan qistirib olamiz. Orqadagi qolgan sochi bo'lsa, shunaqa qilib o'rib olamiz. Xohlasanglar jingali qilib tashlab olinglar. Lakni juda ham yuvish oson, hidi dimog'inglarga urmaydi. Sepkalinglarda kolичествоsi ko'p chiqmaydi, ko'ryapsizlar. Sochinglarni bir-biriga yopishtirib, xunuk ham qilib qo'ymaydi. Kechgacha tiq etmay ushlaydi. Salonchilar bemalol qo'rqmay ovuringlar, chunki ob'yomni ishirilgan sochlarga sepganinglarda ham yotib qolmaydi, qotirib zo'r qilib beradi. Mana o'zimning sochim ham, taqqan kapsulam ham juda ham tekis, jingalini umuman ushamaydi. Yarim soatda tushib ketadi qilganimdan keyin. Sizlarga bu lakni reklama qilishdan oldin ob'yomni jingali qilib ishlatib ko'rdim. Voy, ishoninglar qizlar, u jingali 3 kun turdi boshimda. Lak shahar do'konlarni hammasida bor yoki pastdagi profildan topasiz.